Assalomu alaykum. Bugungi videoyimda bir fikrni o'yladimda, shuni to'g'risida bir sizlar bilan maslahatlashib baham ko'rmoqchiman. Ko'pchilikni xabari bor time management degan iboradan, time managementning xususiyatlari va u nimadan iboratligini balki treninglarni o'tgan insonlar bilishadi, lekin bilmaydiganlarning ham bugungi muhim bu videoda aytilgan gapimiz shundan muhimligi shunaqaki, ana shu siz umringizni hech bir qancha vaqtingiz borligini va ana shu hayotingiz davomida nima bo'layotganini va qayerga ketayotganingizni o'ylab ko'rdingizmi? Avvalgi videomda aytdimki, nega sizga kerak degan savollarni berdim. Qayerga shoshyapsiz? To'xtang dedim. Mana shularning asta-asta sabablarini, nima uchun bunday deyotganlarimni asta-asta mana videolarda yoritib boraman. Bu videomizni ham imkon qadar qisqa tayyorlashga harakat qilaman. Bor fikrimni qisqa lo'nda holatda yetkazishga qaror qabul qildim. Ko'p gapirmayman. Mazmuni, mantiqiga kirib boramiz. Insonlarning hayoti ko'proq holatda o'rtacha yoshi 70 atrofida bo'lyapti. Omadi kelganlar 90 va 100 dan ziyodroq umr ko'rishyapti. Mana Xudoga shukr, O'zbekistonda ham mana shunaqangi uzoq umr ko'rayotganlar soni juda ham yetarli ko'p. Ota-bobolarimizga Alloh taolo uzoq umr bersin. Bundan buyog'iga ham bobolarimizni, momolarimizni barhayotligidan baxtli bo'lib yuraylik. Lekin yana ham shunaqangi toifa insonlar borki, hayotda uchrayapti, 40-50 yoshda ham vafot etib qolishyapti. Lekin mana aytmoqchi bo'lgan fikrim nimadan iborat? Keling biz o'rtacha ana shu maksimal tarzda 90 yoshgacha yashaydigan inson hayoti haqida gaplashaylik. Bu insonni 90 yil davomida qanday imkoniyati mavjud va nimalarni o'z boshqaruviga ola oladi? Mana tasavvur qiling, 90-yil tug'ilgan inson 90 yil yashaydigan bo'lsa 2080-yilgacha umr ko'rish holatda. Va mana shu 90 yil ichida bu insonda raqamlarga ko'proq e'tibor beramiz endi. E'tiborga olaylikda 1 yilda 365 kun mavjud. Hammamiz bilamiz, 365-366 kun mavjud 1 yilda. Keling biz ana shu 365 kunni olaylikda, ana shu 90 yil yashaydigan insonni 90 yilini 365 ga ko'paytiraylik. Ko'paytirgan bo'lsangiz, o'zingizda ana shu qog'ozingizni belgilab turing. Bu nima bo'lyapti? Sizda ana shu chiqqan sana bu 90 yil davomida mana shuncha kun bo'lar ekan. Xo'sh, necha raqam chiqdi? Ana shu 90 yildagi 90 yil qamrab olayotgan kunlaringiz 33 mingdan ham kamroq ekanmi? 33 ming raqami, ikkita 3 bilan 3 ta 0 ni yozilish xolos. 33 ming deb yozilishi xolos. Aniqroq aytadigan bo'lsak 32850 kun. Endi ana shu 90 yilingizdan 10 yilni olib tashlang. Nima uchun? Avvalgi ana shu 4 yoshgacha bo'lgan umringiz hech nimasiz o'tib ketgan. Bu aniq. Keyingi 6 yil esa ana shu qariyalik davrda yashaydigan, hech nimaga sarflanmaydigan, hech narsasiz shunchaki o'tib ketadigan 6 yil deb olamiz. Va bu ana shu 10 yilni agar 365 ga ko'paytirgan bo'lsangiz, bu 3650 kun degani. Ana shu 10 yillik 3650 kuningiz zoya o'tkazilgan umr hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, ana shu sizda qancha qolyapti? 32850 dan 3650 olib tashlayapsiz. 29250 qolyaptimi? Balki xato qilgandirman, balki adashtirgandirman raqamlarni, lekin sizdagi chiqqan raqam o'sha to'g'ri hisoblanadi. Endi siz hayotingiz davomida ana shu bir narsani eslatib o'tayin, hayotimizda har birimizni ana shu olimlar tomonidan ham, hayotimizda ham aniq bir raqam bu sutkasida 24 soat borligi. Va tasavvur qilingki, bir sutkada siz 8 soat uyquga beryapsiz.
ana shu uxlash uchun sarflayotgan vaqtingiz sizniki 8 soat. Bu esa hayotingizning deyarli 3dan 1 qismi. Aniq 3/1 qismi. Va mana shu 8 soatlik kunlarni hisob-kitobini olib turib, umumiy yo'qdagi raqamdan olib tashlaydigan bo'lsangiz, 19.466 kun qolyapti. 19.466 kunni 365 holatiga bo'lib oladigan bo'lsangiz, necha chiqyapti? 3000 haftadan kamroq vaqt qolyapti xolos. Ya'ni biz 90 yoshgacha agar umr ko'radigan bo'lsak, 3000 haftadan kamroq vaqtimiz bor ekan xolos. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 2780 hafta. Xo'sh, bizni hayolimizda shunchalik uzoq umr ko'rishimiz mumkin bo'lgan hayolimizda o'tayotgan raqamlar qanaqa ekan aslida? Atigi 2780 hafta ekan. Endi sizga savol. O'tayotgan haftangiz qanday bo'ldi? Siz o'tayotgan haftangizda nimalar bilan mashg'ul bo'ldingiz? Yutuq tomonlaringiz nimada o'tkazgan haftangizni? Yana o'tadigan haftangizda endi nima qilmoqchisiz? Bilib qo'ying. Hozir mana internetda juda ko'p analiz qilyapman. Turli insonlarni fikr mulohazalarini o'qiyapman. Turli xillarga ro'para kelib qolyapman. Qancha internetda kamroq vaqt o'tkazishga harakat qilmayin, majburman, sababi ana shu nima deydi, onlayn maktablarni yaratish, onlayn kurslarni yaratishda murojaat etayotgan mijozlarimizni faoliyatida o'z-o'zidan ilojimiz yo'q. Biz qandaydir bir yangilikni ish jarayonimizda yo eshitib qolamiz do'stimizni yoki bir yonimizdagi hamkasbimizdan eshitamizki, falonchi bunaqangi kommentariy qo'yibdi, pistonchi bunaqangi fikr bildiribdi internetda. Vaholanki, o'zim boshida aytganman avvalgi videolarda ham, mana shu analizlarimizda insoniyat, ayniqsa O'zbekiston aholisi hozir e'tibor berayotgan narsa qaydaga bir yo'q yerdagi videolar, yo'q yerdagi bir konsertlar, qandaydir bir zoya ketadigan vaqtni sarflaydigan ishlar, qaydagadir bir ichki ishlar xodimini ermak qilingani, qaydagadir bir aytaylik avariyalarni, DTPlarni, qaydagadir bir g'alamsizlarni fikrini ko'rish sizga nega kerak deyapmiz. Atigi 2780 haftangiz bor ekan xolos hayotingizda. O'shanda ham 90 yil umr ko'radigan bo'lsangiz agar o'ylab ko'ring. Sizga mana shu haftalarni kommentariy yozib, internetda g'alamislik qilib, davlatni yomonlab, qandaydir bir g'alamislar bilan ham fikr bo'lishmi yoki o'z hayotingizni o'rniga solib, ertangi kuningizni farzandlaringizga qoldirishmi? Internetda nega yuribsiz? Internet nega kerak sizga degan savol beryapman yana. Shunchaki vaqt o'tkazish xolosmi? Kitob bilan o'tkazing unda. Siz mutaxassisligingizni olib chiqa olmas ekansiz. Siz mutaxassis sifatida o'zingizni yorita olmas ekansiz xalqqa. Insonga, xalqqa, davlatga agar hissangizni qo'sha olmas ekansiz, hech bo'lmasa g'alamislik qilmang. Kitob o'qing hech bo'lmaganda. Kitobingizni o'qiring, Alloh taoloni taning, qalbingizni oching deymiz hech bo'lmaganda. Omadingizni bersin. 2780 hafta haqida unutmang. Kelgusi videoda ko'rishguncha.